Assalomu alaykum, barchaga sog'lommisizlar. Musofir yurgan aka-uka opa-singillar. Videoni ko'rmasdan sirazi birdan like bosib qo'yinglar. Kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying do'stlar. Ish haqida to'liq ma'lumot olasizlar. Oxirigacha ko'ringlar videoni. Xullas, Podmoskvada ish bor do'stlar, Istrada. Agar kimga qiziq bo'lsa, ekran telefon ham yozib qoldiramiz. Bemalol aloqa chiqaverasizlar ertadan. Xullas, gipsokartonshik, shpakulovshik, kafelshik ustalar kerak. O'zini ishiga javob beradigan. Gipsokarton narxini aytdi, 1500 rubldan dedi. Qolganlarning narxlarini dedi, telefonda gaplashamiz dedi. Hech qanday aldov degan narsa yo'q do'stlar. Ekranda telefon raqami yozib qoldiramiz, aloqa chiqinglar, ishni borib ko'ringlar. Lekin bir narsani tushuninglar, bu yerga dokument bilan oladi. Faqat Moskovskiy oblast dokumenti bo'lishi shart, обязательно patent bo'lishi kerak. Chunki proverka bo'ladi masalan. Xullas shunday ma'lumotlar, kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqa chiqinglar. Bizdan uzoqlashmang. Kanalga yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Yuklagan kunda masalan video chiqaryapmiz do'stlar, bir podдержка qilib, поделиться qilinglar, like bosinglar, prosmotr kam nechikdir. Xayr, sog'lom bo'ling do'stlar.